xalqimizda kitobxonlar ko'payyapti, ko'z tegmasin. Shuni hisobga olib, takoy chiroyli qilib uголок qilib qo'yishgan ekan kitob o'qish uchun. Bu kvartiramizni sotuv uchun qilingan, lekin juda ham menga mana shu ideyasi yoqdi. Hozir biz zal qismidamiz. Zal qismi ham ko'rib turganingiz juda ham akkuratni, chiroyli qilingan. Katta televizor, divanli zona, shiftimizni balandligi ham juda ham baland qilingan. Chiroyli lyustralaydigan. Aytgancha bu kvartira Golden House tomonidan qurib bitkazilgan o'z mahal loyihasi. Novomoskovskiyda joylashgan. Kadastr, xat hujjat hammasi tayyor. Endi bir boshdan boshlaymiz. Xo'p, asosiy kiradigan eshigimizni, domofon, har bitta xonaga termodatchiklari qo'yilgan. Wi-Fi hammasi tayyor. Xullas, bu yerda pufik zonasi, oyoq kiyim kiyish uchun alohida pufiklar qilingan. Zalda shunda oldida детский spanyamiz joylashgan, marhamat, hurmatli operator. Ikkita bola uchun o'rtada dars qiladigan zonalari juda ham akkuratni chiqqan. Konditsioner, hamma shart-sharoitlar tayyor. Bu yerda kattagina mebel, patologgacha urilgan. Hammasi uyimizda kirashli mebelda. Proyekt bo'yicha remont qilingan. Sotish uchun qilingan, anaqa deydigan gaplar uchun emas, haqiqatan ham ko'rib turganingiz zo'r chiqqan kvartiramizni prixoshka uchun, ya'ni mehmonlar uchun общий garderobni qilingan. To'g'risida bo'lsa, oshxonamizda joylashgan. Oshxonamiz ham juda ham chiroyli, oppoq ranglardan tanlangan. Kojinli bunaqa ovqatlangan zonalari, mana stolni hali kattalashtirsa ham bo'ladi, aylanadigan mexanizmni hammasi zo'r narsada ishlatilgan. Texnikalarimiz Hoffman, kotellar hammasi alohida. Tak, bu yerda kvars toshli, quyma toshlardan ishlatilgan, rapinalar hammasi o'ziga quyib, hammasi cho'tka qilingan. Do'xkamerli xolodilniklar va ayollarimizga eng kerakli tomoni, mana kichkina joydan ham unumli foydalanilgan ekan. Sabzavotlar qo'yish uchun mana bunaqa tortmalar ham qo'yilgan ekan. Rosa havasim keldi, to'g'risi kvartiraga o'zim ham yashagim kelyapti, haqiqatan ham. Xo'p, bu yerda spanyamiz, kattalar yotoqxonasi, ya'ni kirganda chap qo'lda katta sanuzulimiz, kir mashinalari hamma chetga joylashtirilgan. Bu yerda dushovый kabina qilingan. Uyimizda ikkita sanuzul bor. Endi to'g'risi bo'lsa garderobni. Garderobning hammasi mexanizmli qilingan, aksesuarlar uchun, shimidish uchun hammasi akkuratli qilingan. Bu yerda bo'lsa spanyamiz, katta televizor, har bitta xonaga televizor qo'yilgan. Hozir ko'rsataman uni ham. Bu yerda make-up zonamiz, konditsioner, bu yerda ko'rib turganingizdek katta kravat va shkoflari ham hammasi tayyor holatda. Bu ham ichi mexanizmli, anaqalargacha qilingan, nima deydi? Seyflargacha qilingan degan bo'ladi. Tak, bu xonani ko'rdik. Endi bu yerda mana bitta sanuzulimiz bor. Bu ikkinchi sanuzulimiz, ya'ni bu yerda vanna qo'yilgan. Tak, installyatsiyali unitazda bu yerda oxirgi spanyamiz, marhamat. Televizor zonamiz, to'g'rida make-up zona bo'yinadigan. Bu yerda nima desam ekan? To'pli pol qilinmagan, qolgan xonalarda qilingan, faqat bu yerda radiatorlar qo'yilgan, lekin harorati juda ham zo'r. Katta spanya, tak bu yerda bo'lsa kattagina garderob shkoflarimiz. Lyustralar ham juda ham ajoyib chiqqan. Bu xonani o'zini balkoni bor. Keling. Balkoni ham juda ham katta, qaranglar. Do'rimiz zakritli dvor. Domla qurib topshirilgan уже, kadastrlari tayyor. Xo'p, bu kvartiramiz sotilyapti. Mirzo Ulug'bek tumani, Novomoskovskiyda joylashgan o'z mahal loyihasi Golden House tomonidan qurib bitkazilgan. 12-qavat, 107 kvadrat metr. Narxi 265 ming, yana kelishiladigan joy bor. Ma'lumot uchun bu mahallada ancha qimmat mahalla, o'zingiz ham bilasizlar, bu yerda sentralniy joylar hisoblanadi. Pastda raqamni qoldiramiz, telefon qilinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Like bo'lish esdan chiqmasin.